Bugungi mavzumiz sinoso'rologiya fanidan qo'shma so'zlarning ma'no qurilishi mavzusini tushuntirib bermoqchiman. Demak, qo'shma so'zlarning ma'no qurilishi haqida bugun gaplashamiz bevosita. Bugungi zamonaviy tilshunoslik fanidagi muhim masalalardan biri so'z yasalish jarayoni bo'lib, hanuzgacha o'z murakkabligini yo'qotmay kelayotgan muhokamali va munozarali mavzu hisoblanadi. So'z yasalishi tilda mavjud bo'lgan imkoniyat va materiallar asosida yangi leksik birliklarni hosil qilishdan iborat. So'z yasalishi til lug'at tarkibini doimiy ravishda boyib borishi uchun o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ya'ni so'z yasalish hodisasining ahamiyati haqida bu qismda bevosita gaplashamiz. Qo'shma so'zlarni tahlil qilish. Demak, qo'shma so'zlarni qanday tahlil qilishimiz kerak? Ya'ni qo'shma so'zlarni biz ikki xil ma'noda tahlil qilishimiz kerak. Ya'ni qo'shma so'zlar deganda biz har ikki qismi ham, ya'ni ikki va undan ortiq qismi ham mustaqil leksimalar deb qaramog'imiz lozim sanaladi. Demak, qo'shma so'zlarga turli xil qo'shimchalar qo'shilganda qanday hodisalar yuzaga keladi? Shunaqa hodisalar jahon tilshunosligida ham, o'zbek tilshunosligida ham o'zini ahamiyatini yo'qotmagan. Masalan, nemis tilida qo'shma so'zlarning hosil qilinishi ajoyib sanaladi. Masalan, ularda rod atamasi borda. Masalan, misol uchun bo'sh vaqt yoki ozodlik so'zlarida die Freiheit, ya'ni bo'sh vaqt, ozodlik ma'nolarini beradi. Einigkeit, ya'ni die Einigkeit bu mustaqillik, adolat degan ma'nolarni anglatadi. Einigkeit so'zida ikkita so'zdan iboratda, einig va keit so'zlardan iborat. Bu o'rinda biz rodini aniqlab olishimiz uchun ikkinchi asosga ahamiyat qaratamiz. Ya'ni so'zga oxirgi qo'shilgan so'z rodini aniqlab kelar ekan. Ya'ni birlashgan so'zning, ya'ni qo'shma so'zlarning rodini aniqlab kelar ekan. O'zbek tilida bunday hodisa yo'q, ya'ni rod hodisasi yo'q sanaladi. Demak, qo'shma so'zlarni biz morfologik jarayonda, ya'ni qo'shma so'zlarning tuzilishini tahlil qilishimiz lozim. Keyin daraxt diagrammasi bu qo'shma so'zlarning hosil bo'lishini tushuntirishda osonroq usul. Ya'ni daraxtning xuddi voyaga yetishi bir qo'shma so'zni hosil bo'lishiga o'xshatilgan. Demak, qo'shma so'zlarni tahlil qilishda tushuntirish uchun har bir birikmaning tuzilishi yoki qanday elementlar orqali hosil bo'lishida morfologik jarayon qo'llaniladi. Undan tashqari qo'shma so'zlarning hosil bo'lishini daraxt diagrammasi orqali tushuntirsak osonroq bo'ladi. So'z yasalish jarayonini leksikologiya bo'limiga kiritgan olimlar, bular Smenitskiy, Arnold, Arbekova kabilarning ishlarini yuqoridagi fikrlarning isboti sifatida aytishni joiz deb bildik. Ya'ni shu uchta olim so'z yasalish hodisasini mukammal o'rgangan ekan. Morfologiya va so'z yasalishi. Demak, morfologiya bu so'z shakli va so'zning tuzilishini o'rganadi. So'z yasalishi esa bu so'z qurish uchun qismlar kabi elementlarni oladi. Demak, bularning ikkovini bog'lab turuvchi asosiy vosita, ya'ni yangi so'z holatida bir so'z yasalyapti va bu so'zni morfologiya o'rganar ekan bevosita. Ya'ni yangi hosil bo'lgan so'zning so'z to'kimlari jihatdan tahlil etish, uni bajaradigan vazifasini o'rganish morfologiyani, xususan grammatikani vazifasi ekan. O'zbek tilshunosligida so'z yasalishiga birinchilardan bo'lib o'z hissasini qo'shgan olim morfologiya so'z shakli va tuzilishini o'rganadi. Ya'ni so'z bilan shug'ullanadigan tilshunoslik bo'limi va ularning ichki tuzilishi va qanday shaklni o'rganish haqida turli olimlar fikr bildirgan sanaladi.
Morfologiyaning asosiy tushuncha nuqtasi so'zlarni, ularning ichki tuzilishini va ular orqali qanday hosil bo'lishi, ya'ni so'zlarning qanday hosil bo'lishi morfema deyiladigan atama o'rganar ekan. Buni so'z yasalishi o'z ichiga so'z qurish uchun qismlar kabi elementlarni ham olar ekan. Morfema tushunchasi fransuz tilshunosi Metyuning fikriga ko'ra, morfologiya bo'limi oddiy va murakkab leksema o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Morfema atamasi tilshunoslikning eng kichik qismini bildirish uchun ishlatiladi. Morfema eng kichik birlik. Uni kichikroq birliklarga bo'lish mumkin emas. O'z-o'zidan ma'noli yoki grammatik vazifani bajaradi. Misol uchun, faqat bitta morfemani o'z ichiga olgan fi so'zini ikki qismga bo'lish mumkin emas. Lekin beards, arms, trees ikkita morfemaga bo'linadi va o'ziga xos vazifaga ega. Demak, ikki va undan ortiq morfemaga bo'linuvchi birliklar murakkab leksema deyilar ekan. Oddiy leksema esa faqat bitta morfemani o'z ichiga olar ekan. Ya'ni bitta o'zak qism bu oddiy leksema sanalar ekan. O'zak qismga yangi qo'shimcha hosil qilish orqali yangi so'z hosil qilish bu murakkab leksemani hosil qilar ekan. Morfologik jarayonlar, ya'ni morfologiya ham ikki turga bo'linar ekan tilshunoslik tarixida. Fleksiv morfologiya, hoslaviy morfologiyaga bo'linar ekan. Morfologik jarayonda so'z yasalish va shakllanish kabi masalalar muhokama qilinadi. Oddiy leksemaga misollar keltirdik. Mana keltirilgan slaydimizda. Fleksiv morfologiya bu so'zlarning shakllanishini o'rganadi. Masalan, catch, catches, catching kabi so'zlar. Hoslaviy morfologiya bu qo'shma so'zlarning yasalishini o'rganadi. Ya'ni qo'shma so'z, bugungi mavzumiz qo'shma so'zlarni hoslaviy morfologiya o'rganar ekan. Association, ya'ni bog'lanish degan ma'no anglatadi bu. Ya'ni qo'shma so'zlar o'zaro bog'lanish orqali vujudga kelganligi uchun ham association deyiladi. So'z yasash usullari bular affiksatsiya, konversiya, attributiv, keyin kompozitsion usullar orqali yasaladi. Affiksatsiya eng ko'p tarqalgan o'zbek tilshunosligida morfologik jarayon hisoblanadi. Xo'sh, bu asosan affiksatsiya umuman ildizli morfema bilan bog'lanishning birikmasi, ya'ni o'sakka qo'shilgan morfema affiks yoki affiksatsiya deb atalish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni daraxtning ildiziga o'xshatar ekan turli olimlar. O'zbek tilidagi ar suffiksi ingliz tilidagi er yoki re qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Masalan, beshik tebratar, o'rinbosar, ishbuzar, muz yorar. Bu qo'shma so'zlarning morfologik jarayoni quyidagicha bo'ladi. Beshik ot, tebrat fe'l, ar qo'shilgan. Ya'ni shunaqa shakl bor, o'rinbosar so'zi keltirilgan. Bu so'zlar ham filmmaker singari qo'shimchasiz ma'noga ega bo'lmaydi. Demak, arni ahamiyati, ar o'zbek tilidagi ar, ingliz tilidagi er yoki re qo'shimchasini ahamiyatini, ya'ni qo'shma so'zlarni hosil qilishdagi ahamiyatini bizga keltirib o'tyapti. de suffiksi bilan yasaladigan qo'shma so'zlar de yoki et, ingliz tilida et, o'zbek tilida de qo'shimchasi qo'shish orqali yasalgan ikkita qo'shma so'z mavjud. Ular outdated yoki highlighted hisoblanadi. Birinchi outdated so'zini olsak,
Bu so'z 3 ta morfemadan iborat. Out, date va affiks deylardan tashkil topgan. Morfologik jarayoni quyidagicha tasvirlanadi. Out ravish, date ot, de bu qo'shimcha. Outdated sifat fe'lining o'tgan zamon shaklidagi sufiks qo'shilib sifat yasalmoqda va bu qo'shma so'zning ma'nosi urfdan qolgan degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ingliz tilidagi so'zlarni ko'rib o'tyapmiz. Sufikslarning semantik klassifikatsiyasi, ya'ni semantik, ya'ni ma'no jihatiga ko'ra ingliz tilida sufikslar quyidagicha klassifikatsiya qilinadi. Ish harakat bajaruvchi er sufiksi, rus tilida ham yan sufiksi bor. Ya'ni Russian, Chinese kabi so'zlarni ifodalash uchun she sufiksi English so'zini ifodalash uchun, keyin collectivity va re qo'shimchasi bor va boshqa kuchaytirish erkalash shaklidagi i, hosi kabi booklet, let qo'shimchasi kabi qo'shimchalar bor ekan. Xo'sh, demak, sufikslarning semantik klassifikatsiyasiga ko'ra ingliz tilida ish harakat bajaruvchi klassifikatsiyalar bor. Millat nomlarini bajaruvchi ian, she kabi sufikslar bor. Kollektivlik, ya'ni jamoaviylikni bajaruvchi ship, leadership kabi qo'shimchalar bor. Kuchaytirishni bajaruvchi i, let kabi, ette kabi qo'shimchalar bor. Sifat so'z to'kimini bildiruvchi iti, nes kabi qo'shimchalar, ya'ni sufikslar bor ekan. Bugungi mavzumiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimizni tinglashda davom eting.